savdogarga ham bittasi 10 vagon narsa olib keladi, bittasi 10 qop olib keladi. Ikkalasi ham savdogar. Bittasida kichkinagina shunaqa do'konlar bor, ko'rinmaydi ham, bitta oyna bor, kallangizni bunday tiqib nech pul turadi? Sok degan. Bu ham magazincha. Oynalarni ochib, kassa anaqa post terminal qo'yib, narxlar yozilgan, anaqa pip qiladigan, nech pul turadi so'ramaysiz. Bu ham do'koncha. Qarang. Ya'ni bu yerda nimaga asoschi kimdir magazinda o'zida ham anaqa qilib ketyapti, dastur qilib ketyapti. Ya'ni dastur emas, bir tizim. Boshqasi esa siqilib yuradi, foyda olyapmanmi, olmayapmanmi? Bu tirikchilik nimaga? Kun tugadi, kassadan pulni oldi-da, o'ziga non, go'sht, guruch olib, yog'ib, osh yeb yuribdi. Bu yetadi unga. Kimgadir aytadi, "Yo'q" deydi. Magazinda aylanmas mulk qancha, tan narxi qancha, marja qancha olyapman deb magazinda o'zida bitta model qilib 2-chi, 3-chi, 4-chi ketishi mumkin. Yaxshi, mana ba'zi bizneslar bor, shu bitta kichkina do'kondan boshlangan, hozir qanchadir bo'lib ketdi. Safiya misolida katta filiallar bo'lib ketdi. Demak, qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Katta ehtimol bilan bilim yetishmasligi bo'lib turibdi, shunaqami? Ya'ni o'sha tadbirkorlik o'zini o'smasligi boshida aytganingizdek. 1,5 milliondan endi 30 mingga yaqini salgina nimadir o'rgandi, xolos, u ham hali chuqur o'rgangani yo'q. Endi davlat miqyosida nimadir qilish kerakmikan yoki bir qanaqa qilib ularning fikrini o'zgartirsa bo'ladi? Hali ular uni motivator deb yuribdi, to'g'ri motivatorlar bor, boshqa bor, ilm olish kerak-ku boshlang'ich bo'lsa ham. Nima qilsa bo'ladi buni? Bu yerda men provokatsion javobim sizlarga yoqmasligi mumkin. Bunga xalaqit beradigan davlat emas. Bizni milliy an'analarimiz va urf-odatlarimiz. Yoshlikdan bolalarni tarbiyasi bu yaxshi, men bularga hozir qarshi chiqmayapman, lekin shu bilan bo'lmasa ko'nikishimiz kerak-da. Andisha, kattalarni gapini ikkita qilma, nima desa xo'p deb tur. Desana qiskan boy bo'ladi, boshqalardan ajralma, aqllimisan, bu haqorat so'z bo'lib qolyapti. Nima aqlli qilasan? Mahmudonchilik qilma. Mahmudon nima u? Boshqalardan ajrashma, tinch tur. Bosim ustida o'sib katta marralarni egallashga o'zi ichida yopilgan. Xalq shunaqa. Bu vaziyatda Steve Jobs think different. Boshqacha fikrlash, harakat qilib ko'rish, xatolar qilsa, xatolardan tajriba keladi. Xato qilmagan odam tajribasi bormi? Yo'q. Ustidan hech kim kulmasdan uni hammasi nima deydi, поддержка bersa, endi mana shu madaniyatdan ishxonaga kelib olib boshqa madaniyatli odam bo'la olmaydi-ku. To'g'ri. Odam o'zidan o'sa olmaydi. Yana bir marta takrorlayman, har bir biznes bu insonni ichidagi narsa. Lekin boshqalar uchun biznes odam men bu biznesimni qismida bo'ladi-da, unga qul bo'lib qoladi. Shu paytda tadbirkor oylik olmaydi. Oylik, soliq, arenda hammasini bergandan keyin o'ziga qolsa, lekin eng ko'p ishlaydi. Fikrlashda boshqacha qilsa, nimaga menda 5-6 korxona bor? Chunki boshqalar bitta olmani nima qiladi. Bittasi anaqa, ikkitani, bittasini 5tasi bilan aylantirish mumkin. Xohlasa 10tasi bilan. Odam o'ziga bog'liq, ya'ni kengroq fikrlash. Davlat bu yerda bir narsa qilaman desa, biz bir narsa bilishimiz kerak. Biz Germaniya, Amerika emasmiz. Biz nihoyatda korruptирован davlatmiz. Davlatga pul berib qo'ysangiz, yo tadbirkorda o'qishga ketayotgan pulni yarmini yeb ketishadi. Dastlab o'ziga yangi kvartira, galinvagen oladi. Shuning uchun bu narsani bozorda tadbirkor o'qitadi. Nimaga? Sizni kursingiz raqobat bozorida ishingni yoqmasa, foydasi bo'lmasa, sizni bitirayotganlaringiz chiqib, men 2 barobar o'sdim, 5 barobar o'sdim, bunaqa qildim deya olmasa, siz yo'q bo'lib ketishingiz kerak raqobatda. Raqobat bo'lishi kerak. Borib amakisi bilan gaplashib, davay bilan son palonchi hududda faqat shu yerda o'qitasizlar. O'zi yana monopoliya bo'lib ketib qoladi. Yana shunaqa bo'lib ketadi.